Rasuli akram alayhissalatu vassalom o'zlarining hadislaridan birida aytadilarki, nutfalaringiz uchun, urug'liklaringiz uchun ixtiyorni yaxshi qiling. Chunki irq ko'chib o'tuvchidir deydilar. Demak, oila qurmoqchi bo'lgan yosh yigit qizlar, bo'lajak ota va onalar uylanish, nikohlanish qayg'usida yurganda faqat o'zining shaxsiy manfaatini, lazzatini, rohatini, farog'atini o'ylamasdan bo'lajak farzandiga munosib ota va munosib ona tanlash mas'uliyatida ham bo'lishadi. Toki ulardan tug'ilgan farzand o'zining otasi bilan, onasi bilan faxrlanib yuradigan darajada bo'lsin. Tengini topsin. Odam ko'rsa havas qiladigan mukammal bir insonni o'ziga umr yo'ldoshi qilib tanlasin va farzandini ana shu yerdan tashvishini qilsin. Chunki deydilar Rasululloh, irq ko'chib o'tuvchidir. Ya'niki odamni irqida bor narsa bolasiga o'tadi. Otadan, onadan, o'g'il qizlarga o'tadi. Hamma narsa o'tadi. Mana hamma farzandlar ota-onasini shakli shamoilidan, husni jamolidan, ko'rinishidan va fe'li atvoridan namuna ma'lum bir darajada o'tgan. Kimgadir ko'proq, kimgadir o'rtacharoq, kimgadir ozroq, lekin baribir o'tadi. O'tish bor. Tana tuzilishi ham, tanasining rangi ham, husni jamoli ham, xulqi atvori ham hammasidan bor.